Men ketdim ishga. Yaxshi borib keling. O'zingizni asring men uchun. Menga keraksiz, xo'p? Deyman ham kimgadir kerak ekanmanki, bu dunyoda odam soniga yuribman deb o'ylagandim. Uylanish buncha mazza. Nima qilyapsiz? Ovqat. Kelishingizga nima qiling? Osh, manta, chuchvara xonim. Bu men xotinimmi yo milliy taomlarga adashib tushdimmi? Ha, kuyov bola. Buni bog'laganing 2 soat bo'ldi-ku, qo'l etmayapti. Lovi qilasan chiqib olay. Uni oching, qon o'tmaydi uni. Alo. Agar siz sevish ayb bo'lsa, men aybdorman. Agar sevgi jinoyat bo'lsa, meni qamanglar. Jinnivoysiz. Siz aqlvoysiz. Katta emasmi bu? Mustahkam bo'ladi-da bu. Vaqt buni ko'taraman deb yelkam sinmasa bo'ldi. Sattorov, tonometrni olib keling menga tezda. Hozir. Siz meni osmondagi quyoshimsiz. Uylanib tomi ketdi buni. Ey sevgilim, ishqing bilan. Hey doktor, analizlarim chiqibdi, bir qarab borasizmi? Men xotinimdan boshqasiga qaramayman. Aka Grijan davolaydigan doktor abidga chiqib ketib qopti, bitta qarab berasizmi? Men tushunmayman uni. Bitta yordam bering. Siz qo'ying. Birinchi siz. Yo'q, siz. Siz qo'ying. Bo'ldi, bu 8 soatdan beri siz qo'ying. Uzmini tugagani qachon edi buni? Kim sizga baqiryapti? Sevgimizni ko'ra olmaydiganlar. Uylanib devona bo'ldi, otpuska berish kerak bunga. Ishingiz tugaydigan vaqt bo'ldi. Qachon kelasiz? Keldim. Qachon kelar ekan bu? Alaman sizde elblerim alaman. Ha, qizlar qayoqqa ekan? Ayo, rahmat. Ya, o'tiringlar tashlab qo'yaman o'zim. Biz ham tezda ketmaymiz, понятно-da? Xo'p, o'zi kalgotkalarni teshik ekan, nima ham sizga chiqmayman deysizlar? Qayerdan uyimizga kirib qoldingiz siz? Yo, o'zi tuxum tefalga qayerda ekaning? Men ham sizga chiqmayman deysan, qo'y. Shunda tez qaynaydi kerak bo'lsa. Ye, Ponchik, o'zi zavachkayni qulog'ing orqasiga yopishtirib chaynaykan, nima ham sizga chiqmayman deysan sen? O'zim bilaman. Senga zavachka foydasi yo'q ekan, ey. Ya, o'zi naushtiging ishlamaydi, men sizga chiqmayman deb balomonmi senga? Ishlaydi kerak bo'lsa. Amaki oldik, shuni temir daftarga yozib qo'ying. Tashlab ketamiz. O'zi qarzlaring ko'payib ketgan. Hey, Asterix bilan Obelix, oldin qarzing to'lab qo'y, keyin boshim tanla. Bular Gulnoz emasmi o'ta? Dugon Nargis kelibdi, krossovkasini berib keling. Hey, ampamman, o'zi oyog'ingga krossovka saniki emas, yana menga понятно-da. Hey, yeshtiring. Bo'ldi, molga ham qolsin. O'zi tarvuzni qirib ekanlar, yana matuzga chiqmayman. Qo'ying. Qoch, tiqilma. To'xta. Bunaqa oynachalarni 14-yanvarga qizlar bizga beradi maktabga. O'sha oynachada Jonimizga ham tep keting, bor ket uyimizdan. buni qara topishgan, tagida matuzga chiqmayman deydi menga. Yo'qale. Rossiyada biznes boshlamoqchisiz, lekin byurokratik va ro'yxatga olish masalalarini hal qila olmaslikdan, soliqlarni to'lash va hujjatlarni yig'ishdagi qiyinchiliklarga qo'rqyapsizmi? Siz uchun ajoyib yechim. Endi chet elliklar T-bankdan, T-biznesda o'z bizneslarini ro'yxatga o'tkazishlari mumkin. Bu yerda siz har qanday soha, chakana savdo, qurilish, yuk tashish, elektron tijoratga aloqador bo'lgan barcha qulay yechimlarni va vositalarni topishingiz mumkin. YTTni ro'yxatdan o'tkazish uchun Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma yoki vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma kerak xolos. Ro'yxatdan o'tish bepul, bankka pul to'lash shart emas, hammasi rasmiy va qonuniy. Jarayon onlayn, soliq idorasiga bormasdan va tez ro'yxatdan o'tish 7 kun davom etadi. Zarur bo'lgan hujjatlarni to'ldirishda yordam berishadi. Shuningdek, qanday va qaysi soliqlarni to'lashda maslahat olishingiz mumkin. Biznesni ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin quyidagilardan foydalanishingiz mumkin. Oddiy tarifida 2 oylik hisob-kitob raqamga bepul xizmat ko'rsatish. Endi har qadamda xarajatlar bo'lganda oddiy boshlash uchun zarur. Biznes uchun kerakli mahsulotlarga bir joyda kirish, ular bilan biznes vazifalaringizni katta qismini hal qilishingiz mumkin. Soliq solishning soddalashtirilgan tizimida YTT uchun bepul onlayn buxgalteriya. T-bankning debit va kredit kartalarida o'zingizga o'tkazmalar oyiga jami 1 million rublgacha komissiyasiz. T-biznesda istalgan soha uchun xizmatlar va vositalarni tanlang. Tavsifdagi havolaga o'ting yoki YTT yoki MTJni ro'yxatdan o'tkazish uchun ekrandagi QR kodni skanerlang. O'z biznesingiz bo'lsa, uni T-biznes bilan birgalikda yuriting. Xotinsanmi? Kimga bu? Erimga? Eringmanmi? Bu nima deganingiz? Albatta siz shuncha oilamiz uchun harakat qildingiz. Oyliklarimni to'plab sizni bir xursand qilay dedim. Men shunday baxtli. Nima u? Sovg'a? Yo'q, men yuragim dakkilayapti. Tishlatragim. Ko'rsat.
Mana Real Madridning futbolkasi originali sizga. Bu meni sevimli komandamki bu. Mana ikkalamiz bir xil bo'lib kiyib yuramiz. Qiz bir Sizga Antaliyaga 2 kishilik chipta. baxtdan yuragi dik. Stop siniyatdan hammaga rahmat yo'qqa tugadi. Navoiy montaj boshlaylar kinoni nomi eriga sovg'alar berib yuragini o'ynatgan kelin.